Trassada avtomat korobkali mashinangiz buzilib qolsa, yo'ldagi bir haydovchi to'xtab, tros bog'lab tortib ketishni taklif qilsa, rozi bo'lishga shoshilmang. Nimaga deysizmi? Like bosib qo'ying, hozir aytib beraman. Gap shundaki, mexanika mashinalarda bu usul bemalol ishlaydi, lekin avtomat korobkada bu jiddiy va katta zararga olib kelishi mumkin. Avtomat korobka juda murakkab va nozik mexanizm. Uning ichidagi tishli uzatmalar va friksion disklar yog'ochdek qotib qolmasligi uchun doimiy ravishda bosim ostida moylanib turishi shart. Bu moyni butun korobka bo'ylab aylantirib beradigan maxsus moy nasosi bor. Eng dahshatli joyi shundaki, bu moy nasosi faqatgina mashina motori ishlab turgandagina ishlaydi. Siz dvigateli o'chiq mashinani arqonda sudrab ketayotganingizda yerdagi g'ildiraklar aylanib unga ulangan korobka ichidagi mexanizmlarni ham aylanishga majbur qiladi. Lekin motori o'chiq bo'lgani uchun moy nasosi ishlamaydi, natijada aylanayotgan detallarga yetarlicha moy bormaydi. Ya'ni korobka ichidagi qimmatbaho detallar yog'siz holatda aylanib quruq ishqalanishga uchraydi. Ichkarida harorat keskin ko'tarilib, detallar tezda yeyilishni boshlaydi va friksion disklar kuyib ketishi mumkin. Garchi ba'zi avtomobil chiqaruvchilar neytral rejimda 30-50 km/soat tezlikda qisqa masofaga shatakka olish mumkin deb yozgan bo'lsa ham, bu katta tavakkal hisoblanadi. Agar mashinani uzoqroq masofaga yoki tezroq sudrab ketsangiz, uni ustaxonaga olib borganingizda korobkani to'liq ta'mirlash yoki almashtirishdan boshqa chorangiz qolmaydi. Shuning uchun agar avtomat korobkali avtomobilingizni dvigateli o't olmasa, tavakkal qilib arqonda tortishdan ko'ra 1-2 so'mni ayamay evakuator chaqiring. Bu kelajakdagi ko'plab bosh og'riqlarni oldini olishi mumkin.